Shu uyimizga kim like bossa, o'sha insonga kamida shunaqa hovlilarda yashash nasib qilsin. Hurmatli o'rtoqlar, yaxshilab joylarga o'rnashib olishingizni so'raymiz. Hozir sizlarga hovlimizni tanishtirib o'taman. O'rtoqlar, hovlimizni maydoni 5 sotuvga tushgan. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, hovlimizda o'zini basseyni bor va bu yoqda yozgi oshxonasi bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda og'aynilar bilan maza qilib, shashliklar, mangallar, qozonkoplar qilib maza qilib o'tiradigan joy. Xo'p, hovlimizni tashqi fasadini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli va mana bu fasadning podsvetniklarimizni kechki payt juda ham bir chiroyli ko'rk berib turadi hovlimizga. Birinchi etajimizda oshxona, xo'l, bu yoq tarafimizda katta zalimiz bor. Zalni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana. Qaranglar, zalimizni o'zini shunaqa katta televizori ham bor. Undan tashqari panoramli vidda, orqada basseyn va hovli. Qalay. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi etajimizda hali bu hammasi emas. Undan tashqari bizda birinchi etajda o'zini bitta spalnisi bor. Bu xonamiz aynan bu dodalarimizga moslashgan, chunki ular qiynalib ikkinchi etajlarga chiqib o'tirishmaydi. Birinchi etajda o'zidan mana chiroyli shinamgina xona qilib berasizlar. Undan tashqari birinchi etajimizda o'zini sanuzullari mavjud. Ko'ryapsizlarmi? O'rtoqlar, bu tarafdan podvolimizga tushib ketamiz. Podvolimizda целый podvol va bu yoqdan ikkinchi etajga sekin ko'tarilamiz. Ketdik. Ikkinchi etajimizda ham o'zini katta holi bor. Undan tashqari naq 4 ta xonasi bor. O'rtoqlar, 4 ta spalni. Hozirlarga bitta tanishtirib o'taman. Bitta umumiy sanuzulimiz bu yoqda. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, juda ham sifatli xom ashyolardan foydalanilgan. Vannani qarang. Vannani o'ziga maza qilasiz. Bu yoqda bitta xonamiz bor. Detskiy xonamiz desa ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, undan tashqari bu yoqda yana 3 ta xonamiz bor. Uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu xonalarimizni hozir bundan oldin ko'rsatgan xona va bu xonani garderobi va o'zini sanuzuli yo'q. Lekin sizlar uchun o'rtoqlar, bu yoqda qolgan 2 ta xonamizda o'zini garderobi va sanuzuli mavjud. Kelinglar. Xo'p, mana bitta xonamiz. Bu yoqda televizor uchun mo'ljallangan joy tashab ketilgan. O'zini hovliga qaragan vidi bilan bu yoqda sanuzul. Ko'rishingiz mumkin. O'zi bittada ko'rib bilib olasizlar qanaqa narsalar ishlatilgan, nima bo'lgan. Juda ham sifatli xom ashyolardan foydalanilgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa uyimizni, ya'ni xonamizni o'zini garderobi. Bemalol kiyimlarni, hamma narsalarni shu yerga joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, va o'rtoqlar, men har doim aytaman, menga eng yoqadigan joyi bu balkon. Balkonni qaranglar, vidini. Hovliga qaragan vid bilan keyin turib olib. Xo'p, va o'rtoqlar, bizda oxirgi xonamiz bu spalni. O'zidan spalni. Buni ham shu hovliga qaragan vidi va o'zini ichkarida garderobi, sanuzuli bilan. Mana garderobini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Va ichkarida sanuzul. Mana. Добро пожаловать в подвал deydi. Xullas, o'rtoqlar, podvolga tushdik. Podvolimizni ko'rib turibsizlar. Kattagina joy, podvol ham, mana holi. Undan tashqari mana bu zalni, tepadagi zalimizning razmerida bitta zal bor o'rtoqlar. Qoyilmisizlar? Qaranglar. Kattaligini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Undan tashqari kichkinagina orqa hovlisi bor. Juda ham salqin. Bu yoqda bitta xonamiz bor, o'zini sanuzuli bilan. Bu yoqda kotelning. Ko'pchilik kotelningga qiziqadi. Shuning uchun mana kotelningni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin va bu yoqda yana bitta xona. Agar masalan sizlar qarindoshinglar ko'p bo'lsa, qarindoshlar kelishadi yotgani. Mana xonalar bisyor, xonalar juda ko'p. Bemalol qarindosh urug'larni mehmon qilib chaqiraverasizlar. Xo'p, hurmatli do'stlar, endi eng zo'r, eng kulminatsion joyga yetib keldik. Uyimizning narxi bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Uyimizning narxi startoviy $980,000 deb baholanmoqda. Undan tashqari o'rtoqlar yana kelishiladigan joylari bor. Bemalol to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga bitta qo'ng'iroq qilsangiz, o'zim javob beraman. Hammaga rahmat.